Assalomu alaykum tinglovchilar. Bugun sizlar bilan biz matn ustida ishlash metodikasi fanidan maqol va topishmoqlar janriga xos matnlar ustida ishlash mavzusini o'tamiz. Rejamiz birinchisi maqol janri, ikkinchisi maqollar bilan ishlash metodikasi, uchinchisi topishmoq janri. To'rtinchi mavzumiz rejamiz topishmoqlar matni bilan ishlash metodikasi. Xo'p, topishmoq bilasiz, bolalarning tafakkurini, ongini shakllantiradi. Topishmoq ustida ishlaganda o'quvchilarga o'sha topishmoqning maqol va topishmoq janriga xos matnlar ustida ishlash, janrlarni o'rganish, ularni poetika adabiyotshunoslikning badiiy asarning badiiy tuzilishi, ifoda vositalari, uslubiy xususiyatlari va yoritilishi qonuniyatlarini o'rganuvchi bo'limdir. Mantiqiy tuzilmalarni tahlil qilish muhimdir. Maqollar donolik va mantiqiy fikrlash namunasi bo'lsa, topishmoqlar esa fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi qisqa matnlardir. Ushbu janrga o'rganish folklor nima? Folklor bu xalq ijodiyoti bo'lib, unga xalq og'zaki ijodiyotining turli an'analari, jumladan ertaklar, dostonlar, qo'shiqlar, latifalar, maqollar, afsonalar, miflar va boshqalar kiradi. Xalq og'zakining hayotiy tajribasidan olingan xulosalarni, falsafiy mulohazalarni maqollar orqali ifodalangan. O'zbek xalq maqollari xilma-xil va rang-barangdir. Maqol xalqning hayotiy tajribalarini, xulosalarini badiiy jihatdan mukammal ifodalovchi hikmatli so'zlardan iboratdir. Maqollarda ifodalanuvchi lozim bo'lgan fikr va mazmun keng qamrovda bo'ladi. Xo'p, bizning fikrimizcha har bir maqolning vujudga kelishida birorta ibratli voqea ro'y bergan va bu voqea o'ta zukko, sinchkov, dono qoidalarimizni vakili tomonidan kuzatilishiga sabab bo'lgan. Maqol arab tilidagi qavlindan olingan bo'lib, so'z tushunchasini o'rganadi. Demak, maqol atamasini hikmatli so'z ma'nosida qabul qilish mumkin. Har bir jajji bolakaylardan oila, maktab, vatan haqida so'raganimizda ozmi ko'pmi ma'lumotlarga ega bo'ladi. Shunday hollar ham uchrab turadiki, ba'zi bir boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'z fikrlarini mustaqil to'liq bayon eta olishmaydi. Nutqlarida turli xil g'alizliklar uchraydi. Shuning uchun ham bunday muammolarga barham berish uchun ularning nutqini rivojlantirish uchun xalq maqollarini o'rgatish lozim. Boshlang'ich sinf darsliklarida xalq og'zaki ijodining mahsuli bo'lmish maqollarning juda ko'plab namunalari uchraydi. Bizning maqollar uchraydi. Maqollar xalq donishmandlarining nodir namunalari sifatida og'zaki badiiy janr ijodning keng tarqalgan mustaqil janrdir. Shartli ravishda ularni xalqona, axloq, odob qoidalarini deb atalish mumkin. Zero maqollar xalqning asrlar davomida hayotiy tajribalaridan sinalgan ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, madaniy, axloqiy, falsafiy qarashlarning g'oyat ixcham, lo'nda, obrazli ifodasidan tug'ilgan hodisadir. Maqollar maxsus ijod qilinmaydi, balki ma'lum bir sharoit taqozosi tufayli sinalgan hayotiy tajribalardan tug'iladigan xulosalarning axloqiy bahosi sifatida hukm sifatida yuzaga keladi. Maqol xalq og'zaki ijodining qisqa, o'ziga xos hayotiy tajriba, donolikni ifoda etuvchi og'zaki yoki yozma shakli. U odatda bir yoki bir necha gapdan iborat bo'lib, odamlar hayotidagi muhim haqiqatni soddalashtirib, aniq va lo'nda ifodalaydi. Xo'p, maqolning xususiyatlari qisqa va lo'nda bo'ladi, hayotiy tajribalarga asoslanadi, donolik, ibrat va maslahat ifodalanadi, o'zbek xalqining ko'p yillik an'analaridan kelib chiqadi, og'zaki shaklda keng tarqaladi. Ko'pincha o'xshatishlar, taqqoslash, allegoriya va badiiy tasviriy vositalardan foydalanadi. Odamlarni to'g'ri yo'lga chorlaydi. Axloqiy qochirimlar targ'ib qiladi. Allegoriya so'zi nima? Yunoncha allegoriya o'zgacha ifodalash, kinoya qilish, qo'shimcha qilish, badiiy tasvir, obrazlik, turli mavhum tushuncha yoki g'oyalarni muayyan narsa, voqea va hodisalarni orqali
ifodalaydi. Masalan, to'rtta so'zining gapdan bulbul so'zining yaxshi qo'shiq aytuvchi, ma'no ifodalashi, bo'ri tulki so'zlaridagi yomonlik, yovuzlik, ayyorlik ifodalovchi salbiy ma'nolarda ifodalanadi. So'z bilan obraz o'rtasidagi aloqa o'xshatishlik yoki uyg'unlikka asoslanadi. Maqolning vazifasi hayotiy haqiqatlarni oddiy va ravon tarzda yetkazish va insonning hayotda to'g'ri harakat qilishini undaydi, tarbiya berish va ijtimoiy qadriyatlarni saqlashni o'rgatadi, donolik va tajribani yangi avlodlarga yetkazib beradi. Sizlar bilan biz keyingi ma'ruzalarimizda ham bu haqda muhokama qilamiz va topshiriq, maqol va topshiriqlarni o'rganib kelasiz.